Iqtisodiyotning barcha yo'nalishlarida tizimli, uzoqqa mo'ljallangan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilyapti. 2025-yilda barqaror rivojlanish maqsadlari indeksida O'zbekiston 19 pog'ona yuqori ko'tarilib, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida eng jadal rivojlanayotgan mamlakat sifatida qayd etildi. Shuningdek, joriy yil aholi jon boshiga daromad $3,5 ming tashkil etgan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi navbatdagi prognozlarini e'lon qildi. Mazkur tadqiqotda ham O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 7,5% ga o'sishi kutilayotgani ma'lum qilindi. Bu markazning iyun oyidagi prognozidan 0,8% ga yuqoridir. Shuningdek, xulq-atvor iqtisodiyoti ko'rsatkichlari, jumladan Google qidiruvlari dinamikasini tahliliga ko'ra, joriy yil yanvar-oktyabr oylarida o'tgan yilning mos davriga nisbatan avtotransport vositalari kategoriyasida 3%, biznes va sanoatda 5,9%, xaridlarda 8,1% va moliyada 9,5% ga o'sish kuzatildi. Albatta, ushbu ko'rsatkichlar iqtisodiyot tarmoqlaridagi konkret ko'tarilishlarni o'zida ifoda etadi. Iqtisodiy tendensiyalar tahlillariga ko'ra, 2025-yilda yalpi ichki mahsulot o'tgan yilga nisbatan 7,5% ga o'sishi prognoz qilinmoqda va o'sish diapazoni 7,3–7,7% oralig'ida bo'lishi kutilmoqda. Ushbu iqtisodiy o'sish, demak, yuqori ichki talab, eksportning kengayishi, asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sishi, moliya sektorini mustahkamlashga qaratilgan islohotlar orqali qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu prognoz, demak, keng ko'lamdagi aniq ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Demak, 20 toifadagi 250 ga yaqin o'sha Google qidiruv natijalari to'plami, alohida mahsulotlar narxlari indeksi, shuningdek yalpi import va investitsiya ko'rsatkichlari yordamida, demak, haftalik yayin prognoz amalga oshiriladi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga binoan 2025-yilning 9 oylik yakuni bo'yicha mamlakat iqtisodiyoti, demak, 7,6% ga o'sdi. Demak, o'sishning asosiy omillari sanoat, qurilish, xizmat ko'rsatish hamda tashqi savdo aylanmasi hisobiga, demak, ushbu o'sishga erishildi. Yana bir muhim o'sish omili, demak, xalqaro pul o'tkazmalari hajmining ham sezilarli darajada oshgani bo'ldi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida mamlakatimizga, demak, yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilga nisbatan 25% ga o'sib, $15,8 milliard ga yetdi. Shuningdek, joriy yuqori iqtisodiy faollik iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan oyma-oy hisoblab boriladigan ishbilarmonlik faolligi indeksida ham o'z aksini topdi. Oktyabr oyida, demak, hisob-kitoblariga ko'ra, ishbilarmonlik faolligi indeksi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 34,2% ga o'sdi. Mamlakat iqtisodiyoti bo'yicha prognozlar eng so'nggi ma'lumotlar va ishonchli va zamonaviy metodologiyalar asosida ishlab chiqildi. Bu esa o'sha makroiqtisodiy jarayonlarni yanada aniq va real vaqtda baholash imkonini beradi.